O'sha o'zbek va qirg'iz fosiqlarini orasida to'polonlar bo'lgan. Ya'ni bizda yomon bitta narsa bor, o'zbek va qirg'izlar urushdi degani noto'g'ri. O'zbek bilan qirg'iz urushmagan. O'zbek bilan qirg'iz urushmaydi, chunki ular musulmon xalq ikkita. 7 million qirg'iz xalqi bilan 30 million o'zbek xalqi urushgani yo'q. O'rtada bir 50 ta 20 ta fosiq, Xudoni tanimagan, yollangan, kimgadir xizmat qiladigan odamlar bir-biri bilan urushib, o'ldirib, o't qo'yib, boshqa qilib, shunaqa narsani butun o'sha dinni dushmanlari, musulmonlarni bo'lish uchun xizmat qiladigan dushmanlarga ko'rsatishdi. U bir hovuch odamlar, chunki men o'sha davrda O'shda qirg'iz mahallada yashaganman-da 2010-yil. Ana shu qirg'iz odamlar meni himoya qilgan. Ehtiyot bo'l, mayerda endi johil odamman bor, birortasi senga zarar yetkazmasin, meni uyimga borib tur. Ko'chaga chiqib bir ehtiyojing bo'lsa menga ayt, men shuni qilay deb. Shu darajada o'sha qirg'iz odamlar bizni himoya qilganda, bu qanday qirg'iz bilan o'zbek urushdi desang yolg'on bo'ladi-da. Men o'zbek bo'lsam, haligi qirg'iz odamlar menga yordam qilyapsa, men uchun borib magazindan narsa sotib olib kelib bersa, birodarim sen ko'chaga chiqma, endi johilam bor, birorta johil senga bir ozor bermasin desa, qanaqa qilib buni qirg'iz bilan o'zbek urushdi deysan? Urushmadi-yu qirg'iz bilan o'zbek, yordam berdi-yu bir-biriga. Bu yerda o'sha qirg'iz bolalar bor edi. Biz borib o'sha o'zbek mahallalarida qolib ketgan o'sha qirg'iz studentlar boshqalarni mashinada borib olib chiqardik. O'zi qirg'iz mahallalarida yurgan o'sha o'zbek, masalan, kvartirada boshqada yashayotgan odamlarni olib kelardik. O'shanaqa bir johillar zarar yetkazib qo'ymasin deb. Shuni qirg'iz bilan o'zbek qildi-da shuni. Chunki bular musulmon edi-da. Endi urushganlar kim edi desa, urushganlar shunaqa yollangan yoki o'zi tabiati johil bo'lib, haromxo'r bo'lib, Xudodan qo'rqmasdan millatchilik qiladigan bir toifa to'da urushdi. Rasa sanasang 100 ta chiqar, 200 ta chiqar. Bu 200 ta odam degani bir 30 million yoki 7 million odamni ko'rsatib beradigan ifodasi emas-da. To'g'ri baho beraylik-da. Qirg'iz bilan o'zbek urushmadi. Qirg'izning orasidagi fosiqlar bilan o'zbekning orasidagi fosiqlar urushdi. Endi shu yerdan kim foydalandi desa, yana o'sha kofir rosa foydalandi. Hamma agitatsiyasini ishlatdi, davlat foydalandi. ODKBda shunaqa yangi qonunlarni qabul qildi. Ya'ni Rossiya foydalandi o'zi chiqargan urushdan. Rossiya chiqargan edi. O'zi yollagan o'sha spetslarini ham ushab olishgan. O'shti tog'ida, Sulaymon tog'ida Rossiyani spets slujbalarini ushab olib gapirtirishgan urib. Shu odamlar topshirishgan militsiyaga, keyin yo'q, hech kim bilmaydi qayerga ketganini. Chunki Rossiyaning spets slujbasi edi, o'z gapidan, qiliqlaridan hozirgacha videolari bo'lsa kerak internetlarda.